Saidkamol, menga pishig'ishdan qurilgan Novostroykaning 3-qavatidan kvartira kerak. Gaz, svet, suv va kanalizatsiyasidan muammosi bo'lmasin. Parkovkasi va atrofida hamma sharoitlari bo'lsin. Eng asosiysi, remonti va planirovkasini o'zimga moslab olaman deb kvartira so'ragan kuzatuvchim. Sizga zo'r variant topib qo'ydim. Umumiy maydoni 92,5 kvadrat metrni tashkil etadigan ushbu kvartiramiz narxini eshitib boru maza qilasiz. 1 kvadrat metrga boryo'g'i $360 narx so'rashmoqda. Yana kelishtirib, ozgina tushirib ham berishadi. Atrofida hamma shart-sharoitlari bor. Do'kon deysizmi, kafe deysizmi, maktab, bog'cha, klinikalar, xullas maza qilib yashaydigan joy. Olib o'zingizga moslab, arzon narxdan foydalanib qoladigan joyi lekin. Egalar raqami hozir ekraningizda turibdi. Telefonlashib, bemalol savdolashib, baraka qilishingiz mumkin. Manzilimiz esa Farg'ona shahar Kirgili mavzesi Drujbada bo'ldi. Hamma biladigan o'sha mashhur Hoji aka tabakalari bor. Shuni orqasida joylashgan Novostroykaning 3-qavatidagi kvartirani obzorini birgalikda ko'rdik. Arzon narxda ham Marg'ilonga, ham Farg'onaga yaqin joydan kvartira qidirgan yaqiningizga ushbu videoni yuborib qo'ying.